Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, bir qiziqarli bir ko'rsatib o'tmoqchiman. Bemorim bizga kelishgan oldinroq juda ko'p vaqt davomida 7 yildan buyon bel grijasi bilan og'riydi, disk churrasi bilan va ular oldin operatsiya ham bo'lishgan. Biza mana qayta chiqqan grijani endoskopik olib tashladik. Bir kundan keyin uyga ketishgan va bir necha oy o'tgandan keyin bizga qayta MRT qilib jo'natishgan. Mana bu yerda mana bu operatsiyadan oldingi juda katta. Mana bu yerda mana butunlay egallab olgan orqa miya kanalini ko'rishingiz mumkin. Mana bu orqa miya kanali o'ng tomonidan qattiq ezib turibdi. Endoskopik olib tashladik. Butunlay grija yo'q. Mana bunga qarashingiz mumkin, keyin bunga qarashingiz mumkin. Mana bu mana tepadan ko'rinishi. Orqa miya kanali to'liq ochilgan, hech nima ezilmayapti. Bemorimizda kuchli og'riqlar butunlay yo'qolgan. Narkoz, ya'ni beldan beriladigan anesteziyada hech nima sezishmagan va xursand bo'lib hayotini davom qildirishyapti. Asosiy narsa nimada bu yerda? Bemor bitta mana shu grijani davolataman deb 2 operatsiyani puli ketib qolishi mumkin. Shuning uchun agar sizda juda katta grija bo'ladigan bo'lsa, juda kuchli og'riq bo'ladigan bo'lsa, dorilar yordam bermayotgan bo'lsa, vaqtida murojaat qilgan